AQSh Rossiya NATOga hujum qilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Putin 2026-yil kuzida hujum boshlaydi. Saudiya ikki tomondan hujumni kutmoqda. Eron mintaqada yangi front ochyaptimi? Rossiya Kiyev atrofini bombardimon qildi. Ukraina havo mudofaasi nega raketalarni to'liq to'xtata olmayapti? Litva Rossiyaning yangi fitnasini fosh qildi. Rossiya Ukraina dronlarini NATOga qarshi ishlatishi mumkin. Infantinoning sobiq sevgilisiga 6 xonali kompensatsiya to'langani ochiqlandi. Eron AQShga keskin ogohlantirish berdi. Tramp yana hujum qilsa, Fors ko'rfazida nima bo'ladi? Erkaklar, sog'lig'ingizni kechiktirmang. Tez-tez hojatga chiqasizmi? Bel yoki pastki qorin og'riydimi? Bu prostata muammosining belgisi bo'lishi mumkin. Prostamix 18 xil tabiiy giyohli Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mahsulot. Prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, erkaklar quvvatini mustahkamlashga ko'maklashadi. Ma'lumot uchun 55 kodi bilan 503 22 00. AQSh Rossiya NATOga hujum qilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Putin 2026-yil kuzida hujum boshlaydi. AQSh maxsus xizmatlari Vladimir Putin 2026-yil kuzidayoq NATOning sharqiy qanotiga hujum qilishi mumkinligini istisno etmayapti. The Wall Street Journal nashriga ko'ra, kiberhujumdan tortib kichik desant operatsiyasigacha bo'lgan turli ssenariylar ko'rib chiqilmoqda. Shu vaqtgacha AQSh Putin Ukrainadagi urush davom etayotgan bir paytda NATOga a'zo mamlakatlarni provokatsiya qilmaydi deb hisoblar edi. Biroq 2026-yil boshida bu baholash o'zgardi, deb ma'lum qilgan amerikalik rasmiylar VCG nashriga. Ukraina dronlari Rossiyaning neft infratuzilmasiga tobora ko'proq zarar yetkazmoqda. Frontda esa Rossiya qo'shinlari katta yo'qotishlar evaziga arzimagan ko'lamda ilgarilamoqda. Shu sababli Putin qiyin ahvolda qoldi. Unga qandaydir harbiy muvaffaqiyat kerak. AQSh va Yevropa Rossiya NATOning matonatini tekshirayotganiga oid belgilarni tobora ko'proq ko'rmoqda. Ular orasida Polshaga tushgan Rossiya qanotli raketalari va so'nggi haftalarda Ruminiyaga bir necha bor uchib kirgan dronlar bor. AQSh maxsus xizmatlari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya hujumi 2026-yil kuz va 2029-yil oralig'ida sodir bo'lishi mumkin. Amerika rasmiylarining ta'kidlashicha, Putinning maqsadi alyansni parchalashdir. Eng xavfli ssenariy cheklangan desant operatsiyasi amalga oshirilishi ehtimoli kichik bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan ortib bormoqda. Shuningdek, 2014-yilda Qrimda bo'lgani kabi bu hududlarni egallash uchun qurolli guruhlarni yuborish ehtimoli ham mavjud. Biroq har ikkala ssenariy ham ehtimoli kam deb hisoblanadi. Chunki bu alyans a'zolarini jamoaviy mudofaaga majbur qiladigan NATO shartnomasining 5-moddasini ishga tushirib yuboradi. Biz har qanday ssenariyga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. NATO vaziyatni kuzatmoqda. Zarur bo'lganda xavfning oldini olishga va mudofaaga tayyormiz. Buni amalda ham ko'rsatishda davom etyapmiz, dedi NATO matbuot kotibi polkovnik Martin O'Donnell. Saudiya ikki tomondan hujumni kutmoqda. Eron mintaqada yangi front ochyaptimi? Saudiya Arabistoni Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi nazorati ostida mamlakatga ikki tomondan muvofiqlashtirilgan hujumlar uyushtirilishini kutmoqda. Hujumlar shimoldan Iroq jangarlari, janubdan esa Yamandagi Husiylar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bu haqda Saudiyaning yuqori martabali rasmiysi ma'lum qildi. Anonim qolishni istagan rasmiyning 6-avgust kuni bildirishicha, Saudiya, AQSh va mintaqadagi boshqa mamlakatlar razvedka ma'lumotlariga ko'ra, fuqarolik hamda iqtisodiy obyektlar nishonga olinishi mumkin. Bularga energetik infratuzilmasi, portlar va aeroportlar kiradi. Rasmiyning ta'kidlashicha, Saudiya Arabistoni dron va raketalarning ko'chirilayotganini kuzatgan. Bu har ikkala yo'nalishdan birgalikda operatsiya o'tkazilishidan darak beradi. Mamlakat har qanday tajovuzga javob berish uchun barcha zarur choralarni ko'rishga tayyor. Bu holat so'nggi haftalarda Saudiya Arabistoni mintaqaviy urush markazida qolib ketganini ko'rsatmoqda. Iyul oyining oxirida Saudiya o'zining neft obyektlariga qilingan dron hujumlarida Husiylar va Iroqdagi kuchlarni aybladi. Hamda AQSh markaziy qo'mondonligi bilan birgalikda Iroqdagi Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan guruhlarga zarba berdi. Iroq guruhlari esa bu zarbalarga javob qaytarishini bildirdi. Xavf ortib borayotgan bir paytda Saudiya, Pokiston va Turkiya 7-avgust kuni Makkada qo'shma matbuot bitimini imzolab, 3 yillik sun'iy davlat ittifoqini mustahkamladi. Makka qo'shma mudofaa bitimi deb nomlangan hujjat har qanday tajovuzga qarshi birgalikda javob berishni ko'zda tutadi. 3 mamlakatdan biriga qilingan qurolli hujum barchaga qilingan hujum deb baholanadi. Rossiya Kiyev atrofini bombardimon qildi. Ukraina havo mudofaasi nega raketalarni to'liq to'xtata olmayapti?
Rossiyaning Ukraina poytaxti Kiyev atrofidagi hududlarga bergan zarbalari oqibatida 3 kishi, jumladan bir bola halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina mahalliy rasmiylari ma'lumot berdi. Kiyev viloyati ma'muriyati rahbari Timur Tkachenkoning ta'kidlashicha, mazkur hujumda yana 3 kishi jarohat olgan. Uning so'zlariga ko'ra, poytaxt yaqinidagi Borispol tumanida 3 ta hudud Rossiya zarbalariga uchragan. Kiyev shahri meri Klichkoning ma'lum qilishicha, shaharning o'zida ham havo hujumi haqidagi ogohlantirishdan so'ng 2 tumanda yong'inlar qayd etilgan. Mahalliy manbalarning guvohlik berishicha, shahar markazida bir nechta kuchli portlash ovozlari eshitilgan va ular binolarni silkitgan. Qayd etilishicha, Ukraina Rossiyaning ballistik raketalarni urib tushirishga qodir havo mudofaasi vositalari yetishmasligi muammosiga duch kelmoqda. Litva Rossiyaning yangi fitnasini fosh qildi. Rossiya Ukraina dronlarini NATOga qarshi ishlatishi mumkin. Rossiya Boltiqbo'yi mintaqasidagi muhim infratuzilmaga zarba berish uchun egallab olingan Ukraina dronlaridan foydalangan holda soxta operatsiya o'tkazishi mumkin. Bu haqda Litva mudofaa vaziri ogohlantirishga tayanib Bloomberg xabar berdi. Vazir Robert Skauns 6-avgust kuni Vilnyusda jurnalistlarga bergan bayonotida hujumning to'g'ridan-to'g'ri xavfi yo'qligini aytdi. Litva razvedka xizmati mulozimlarining fikricha, Moskva ushbu harakatni rejalashtirmoqda. Chunki mamlakat Boltiqbo'yi mintaqasi Ukrainaga Rossiyaga dron zarbalari berish uchun o'z havo hududidan foydalanishga ruxsat bergan deb xato hisoblaydi. Biz soxta Ukraina dronidan foydalaniladigan ehtimoliy fitna operatsiyasi haqida gapiryapmiz. Bu bugungi kunda eng haqiqatga yaqin ssenariydir, dedi Kaunis. Uning ta'kidlashicha, Rossiya muhokamadan faol rejalashtirish bosqichiga hali o'tgani yo'q. Biroq mamlakatda o'z hududiga kirib kelgan Ukraina dronlari bor va ularni ishchi holatga keltirib qayta tiklash imkoniyatiga ega. Ukraina so'nggi oylarda Rossiya hududiga deyarli har kuni dronlar bilan hujum qilmoqda. Prezident Vladimir Putin buyurgan keng ko'lamli bosqin 5-yilga o'tayotgan bir paytda Ukraina neftni qayta ishlash zavodlarini nishonga olib, Kremlni urush uchun daromaddan mahrum qilishga urinmoqda. Shuningdek, Kiyev Wildberries omborlarini ham nishonga olmoqda. Bu esa platformalardan foydalanuvchi sotuvchilarga milliardlab dollar zarar yetkazdi. Rossiya Mudofaa vazirligi Litva mudofaa vaziri da'vosiga munosabat bildirish to'g'risidagi elektron pochta orqali yuborilgan so'rovga javob bermadi. Kaunisning aytishicha, Kreml mojaroni keskinlashtirish va Ukrainani NATO ittifoqchilaridan ajratish yo'llarini izlamoqda. Litva Ukrainaga moliyaviy va texnologik yordam ko'rsatmoqda, ammo o'z havo hududi uchun yoki hududidan har qanday davlatga qarshi harbiy operatsiyalar uchun foydalanishga ruxsat bermagan. Litva Rossiyadan kelayotgan xavf ortgani sababli muhim infratuzilmalar atrofida xavfsizlikni kuchaytirdi. Boltiqbo'yi davlatlari bo'lmish Estoniya, Latviya va Litva, shuningdek Polsha har qanday hujumning oldini olish uchun Rossiyaning ushbu rejalaridan xabardor ekanini bildirdi. Ushbu taktika aybni boshqaga ag'darish uchun dron urushining mavhumligidan foydalanishdir. Yakunda bunday gibrid zarbalar orqali NATO hamjihatligiga putur yetkazish, Yevropada ichki siyosiy nizolarni keltirib chiqarish va jamoatchilik irodasini sindirishni maqsad qilgan. Shu orqali G'arb ittifoqchilarini Ukrainaga harbiy va moliyaviy yordamni kamaytirishga majburlash ko'zlangan, deydi Rossiya Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo geoiqtisodiyoti tahlilchisi Alex Kokcharov. Infantinoning sobiq sevgilisiga 6 xonali kompensatsiya to'langani ochiqlandi. FIFA prezidenti Gianni Infantino UEFA'da rahbarlik lavozimida ishlagan davrida sobiq sevgilisiga kompensatsiya to'lanishiga erishgan. Bu haqda The Telegraph xabar berdi. Manbaga ko'ra, ayol tashkilotning ma'muriy ofisida ishlagan. Infantino bilan munosabatlari boshlanganidan so'ng u rahbarlik lavozimiga ko'tarilgan. Natijada uning maoshi 30% ga oshib 160 ming Shvetsariya frankiga yetgan. Bundan tashqari, UEFA'ning ayolning MBA dasturidan o'qishi uchun yiliga 45 ming funt sterling to'lagan. UEFA ushbu kelishuvni tasdiqlagan va xodimning Infantino bilan ishqiy munosabatlari haqidagi gap-so'zlardan xabardor bo'lganini ma'lum qilgan. Tashkilot shuningdek ichki qoidalar zamonaviy va nufuzli tashkilot standartlariga javob berish uchun kuchaytirilganini ta'kidlagan. Eron AQShga keskin ogohlantirish berdi. Tramp yana hujum qilsa, Fors ko'rfazida nima bo'ladi? Eron agar AQSh uning hududiga yana hujum qilsa, Fors ko'rfazi mintaqasidagi muhim energetik obyektlarga javob zarbasi berishidan ogohlantirdi. Bu haqda 5 ta manbaga tayanib Reuters xabar berdi. AQSh prezidenti Tramp 28-iyul kuni Eronning energetika tarmog'i va infratuzilmasiga zarba berish bilan tahdid qilgan edi. Shundan so'ng Eron yuqori darajadagi diplomatik aloqalarni keskin oshirdi. Manbalarning bildirishicha, Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Saudiya Arabistoni, Turkiya va Qatar tashqi ishlar vazirlari
hamda Pokiston armiyasi qo'mondoni bilan gaplashgan. Aroqchi Fors ko'rfazi mamlakatlarini Trampga ta'sir o'tkazishga va uni hujumdan qaytarishga chaqirgan. U har qanday hujum AQSh aktivlariga hamda ko'rfazdagi energetik obyektlarga javob zarbasiga sabab bo'lishini aytgan. Biz javob berishga tayyormiz, ammo diplomatik yechim topish mintaqada urush va vayronagarchilikning oldini olishning eng yaxshi yo'lidir degan diplomat Eron pozitsiyasini tushuntirib, ushbu ogohlantirish Fors ko'rfazining barcha davlatlariga tegishli bo'lgan. U asosan Saudiya Arabistoni va Qatar orqali yetkazilgan. Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Tramp bilan gaplashib, harbiy harakatlarni ortga surishni va muzokaralarga qaytishni so'ragan. 2-avgust kuni Tramp Eron bilan tezda kelishuvga erishish sharti bilan hujumni bekor qilishga rozi bo'lganini bildirdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.